Ey Shodiyar aka, dugonalarim ustimdan kulyapti. Nima deb kulyapti? Ering qachon tug'adi deb. Bor yo'qolayapsan bizmi? Uylanib qorin qo'yib yuborsang nimalar bo'ladi? Nima ish qilsang ham o'zing qila olmaysan. Keyin senga xotining yordamga keladi. Xotin pul topib ber. Ozaman deb ertalab yugurishlarga chiqasan. Har xil dietalar qilasan. Lekin foydasi bo'lmaydi. Uylanib qorin qo'yib yubordim. Ajrashsam qorinim ketar-a? Yog'ay. Keyin esa bir aqlli kelib, Aka, ijarashib qo'yapsizmi? Yo'q. Buni qarang, buni 3 xonali bo'lib qoldi-ku, aka, 3 xonali. Qor emasmi, qor emas. Diametrini qarang, aka. Sen bizmi o'zi yo'q qila olmay o'lyapman. Buni yo'qochi zo'r yo'li bor. Qanaqa? Yuring bitta joyga boramiz. Oho, dadasi, qorningizni qanday yo'qotdingiz? Bilmayman, uxlayotgandim. Mani ishim, rahmat shartamas. Mayli, nima bo'lsa ham muhimi qorni ketibdi-ku, hozir zo'r qilib osh tayyorlayman. Yo'q, kene, ovqat shart emas. Endi aka umuman ovqat yemaydi. Nimaga? Oshqozonni olib tashladik.